Denov shahar markazi Nozim Mirzayev ko'chasida joylashgan Chashmada 9,5 sotikli hovli uy-joy, hammamiz bilgan hovli uy-joy sotiladi. Yo'lda ustidagi. Bu tomon eski bozorga chiqib ketish yo'li, sentr, bu tomoni Chashma, ya'ni Bansa qismi bor. Xonadonda hozir ichki qismini ko'rsataman. Yo'lda yuzida joylashgan juda orientir markaz. Bog'cha uchun yoki xususiy klinikalar uchun yoki kichik ko'p qavatli dom qurish uchun mo'ljallangan joy. Marhamat, keling. Hovliga kirganimizda hovli qismi bu, bruschatka qilingan. Ko'rib turibsiz, katta kengish. Uyga kanalizatsiya tizimi bor, ya'ni kanalizatsiya o'tgan, hamma sharoitga ega. Bu katta qismi, hovlining bu katta qismi. Pastga tushamiz. Bu yerda 5 ta xonadan iborat qismi joylashgan uyimizda. Pastida ham katta kengish bemalol narsalar saqlaydigan omborxona qismi joylashgan mana bu yoqda. Bu tomonda ham alohida yana bitta zdaniya bor, ya'ni ko'rib turibsiz, 2 qavatdan iborat. Tepa selli bitta katta xona hisoblanadi, pastida esa 3 ta xonasi bor, kichik xonasi. Ovqatlanish uchun yoki oshxona qilish uchun. Undan tashqari ham mana bu qismida ham 3 ta xonadan iborat yana xonalar bor, oshxona va 2 ta xona. Eski bu yerda qurilgan eski uslubda hammom, hojatxona va yana saroyi bor. Ko'rib turganingizdek, xonadon shaharning markazida joylashgan. Bemalol olib, xususiy klinika qilish uchun yoki bog'cha qilish uchun yoki bo'lmasa, obshi buzib, investorlar uchun yoki buzib qurilish obyekti yoki ko'p qavatli uy qilishi mumkin. Juda shinam joy, ya'ni shaharda sentr yo'lda usti. Telefon raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsangiz batafsil ma'lumot beramiz. Xonadon narxi $250,000 deb baholanyapti. Oluvchilar bo'lsa, aloqaga chiqsa, biz o'zimiz batafsil yana ma'lumot beramiz. Xonadonning 2-qavatdagi uydan turib pastki qismi ko'rinishi. Ushbu xonadon sotuvga qo'yiladi. Bu yerda 2 ta do'koni ham bor. Tashqi fasad 16,5 metr, 9,5 sotik obshida. Bu tomoni Chashma, ya'ni Bansa tomon, bu tomoni eski bozor. Nariyoq qismi madrasani orqasi Xo'jaguzor tomonda.